Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 5, 6 hamda 7 may kunlari uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va ko'rish davomida like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz shu orqali eng so'nggi rasmiy va dolzarb yangiliklarni o'tkazib yubormaysiz. Diqqat qiling. 5, 6, 7 may kunlari Toshkentda havo o'zgaruvchan va bulutli bo'ladi. 5 may kuni nisbatan iliq va quruq ob-havo saqlanadi. 6, 7 may kunlari esa salqinlanish kuzatiladi va bulutlar ko'payadi. Yog'ingarchilik ehtimoli past, ammo havo biroz namroq bo'ladi. Shamol asosan shimoliy yo'nalishdan sekundiga 3-8 metr tezlikda esadi. Harorat 5 may kuni kechasi 12-14 daraja iliq, kunduzi 27-29 daraja iliq bo'ladi. 6 may kuni kechasi 12-14 daraja iliq, kunduzi 22-24 daraja iliq. 7 may kuni kechasi 12-14 daraja iliq, kunduzi esa 22-24 daraja iliq bo'lishi aytilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida ob-havo biroz iliq bo'ladi. 6-7 may kunlari harorat pasayadi va bulutlar ko'payadi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Harorat 5 may kuni kechasi 14-16 daraja iliq, kunduzi 26-29 daraja iliq bo'ladi. 6 may kuni kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 21-24 daraja iliq. 7 may kuni kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 21-24 daraja iliq bo'lishi aytilmoqda. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 6-7 may kunlari biroz salqinlashadi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Harorat 5 may kuni kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'ladi. 6 may kuni kechasi 12-14 daraja iliq, kunduzi 21-24 daraja iliq. 7 may kuni kechasi 12-14 daraja iliq, kunduzi 21-24 daraja iliq bo'lishi aytilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz iliq va quruq bo'ladi. 6 va 7 may kunlari harorat biroz pasayadi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Harorat 5 may kuni kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 27-30 daraja iliq bo'ladi. 6 may kuni kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 22-25 daraja iliq. 7 may kuni kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 22-25 daraja iliq bo'lishi aytilmoqda. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bulutli bo'ladi. 6-7 may kunlari salqinlanish kuzatiladi. Shamol sharqdan sekundiga 5-12 metr tezlikda esadi. Harorat 5 may kuni kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 25-28 daraja iliq bo'ladi. 6 may kuni kechasi 12-14 daraja iliq, kunduzi 20-24 daraja iliq. 7 may kuni kechasi 12-14 daraja iliq, kunduzi 20-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ob-havo iliq va quruq bo'ladi. 6-7 may kunlari havo harorati biroz pasayadi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. 5 may kuni kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-33 daraja iliq bo'ladi. 6 may kuni kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 25-28 daraja iliq. 7 may kuni kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 25-28 daraja iliq bo'lishi aytilmoqda. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo o'zgaruvchan bulutli bo'ladi. 6-7 may kunlari havo biroz salqinroq bo'ladi. Shamol sharqdan sekundiga 5-10 metr tezlikda esadi. Harorat 5 may kuni kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 24-27 daraja iliq bo'ladi. 6 may kuni kechasi 12-14 daraja iliq, kunduzi 20-23 daraja iliq. 7 may kuni kechasi 12-14 daraja iliq, kunduzi 20-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida ob-havo salqinroq va bulutli bo'ladi. 6-7 may kunlari harorat pasayadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir ehtimoli bor. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Harorat 5 may kuni kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 18-24 daraja iliq bo'ladi. 6 may kuni kechasi 6-10 daraja iliq, kunduzi 14-20 daraja iliq. 7 may kuni kechasi 6-10 daraja iliq, kunduzi 14-20 daraja iliq bo'lishi aytilmoqda. Azizlar, bugunchalik bizda shular. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.